Mening ismim Adam. Etner padşahlığının şahzadesi. O yerda sırlıq Galiskar qalasi var. Bu yolvas mening eng yaxshi do'stim. Menda sırlıq kuch-quvvat bor. Lazım bo'lganda shamshirimni chiqarib qattiq tovlayman. Manga kuch-quvvat ato qilinglar! Bu çağda yolvaz, ərish yollusuga aylanadi. Men Hiymanga, alamdagi eng qudratli odamga aylanaman. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shatutberi so'zsiz. Yasavol, Dinkin va Oko uch kishili biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilantaq qalasini kelgan olvaslar bilan kurash qilamiz. Dada, yaxshi bo'lib qoldingmi? Xeyli yaxshi. Sening aciz chaqdiring bo'ladi ekan, ha? Aks ta'sir ojizlik hisoblanmaydi. Qari jag'laqi faqat sal-pal aks ta'sir ko'rinyotidi. Ciddi ahvol, ciddi ahvol. Kuchirbagin. To'sma buzildi. Cho'ng suv kelyotidi. Ekim shiddatlik. Ahvol bek jiddiy. Darhol boray. Yaxshi, men qap qilib ordini qo'g'day. Kel ərish yollusu. Sizlar nega borsizlar? Endi esimga keldi. Ya'ni ba'zi ishlarimiz bor ekan. Ha, davomli ahvol ko'rilsa sizlarning ishinglar chiqib qoladi. Mana bu yerda ərish yollusu. Oho, rosa uxlaydigan joyga. Buni keyin o'ylashaylik. Seningcha? Mundaq qilaylik. Lanman, bu hareketki kelmedi. Bu o çöpler kayada geldi. Bilmeyme, bırak hazır bunun tazlaşkı vakit yok. Yaxşısı kichigini hareketlendireyli. Xeyma. Yaxshimisan Lanman? Yasavol, yordam kerakmi? Ko'midingmi, biz mangayli. Ərish yollusu, u yoqqa qara. Do'stim, sen berib bir taraf qila olamsan? Chatoq yo'q. Ben seni del şu yerde aldın hayda. Belki kar köşse yeni tosmu peyda bulup sunu tosup gelişi mümkün. Bu bexatarlik. Undaqda taşlarni ko'pirish kerak. Yaxshi. Yaxshi hareket geldi. Birinchi quvvatni sinab baqayli. Oo, unumi bo'ldi, qara. Yaxshi, davomlashtirsa qandaq? Yana aylantirish kerak. Oo, albatta shundoq. U qari bo'ron paydo qilib ushaq toshlarni duvlaydi. Seningcha, hiliqi boshliq kiyvaga odam tuniga sizlarga urug' setib bergan kishi ekanda. Shundoq, kun patay deganda u bu bir xil o'simlik hamma narsaga foyda qildi dedi. U yana sizlar to'smiyni sinab teringlar dedi. Biroq bugun qarsak pelak tortib hamma yerni bir opdi. Yana to'smini buzishga boshlabdi. Bundaq bo'lishini o'ylamabdimiz. Biz ularni yo'lib o'tmoqchi bo'ldik, biroq amalsiz qoldik. Hey, avarchilik hili bakende. Mahsulotlarimiz tamamen tugashdi. Hamma yana o't besib ketdi. Biroq eng chong xatar o'tib ketdi. Ta'limimizga xiyman bo'lib qoldi. Men bu yerda qilib sizlarga yordam beray. Nayt yaxshi bo'ldi.
Eliqi başlıq kelgan adam haqida menga yana so'zlab bersanglar qandaq? Meningcha bu iskelet şahning o'yinimiki. Seningcha qandaq qarshi yo'lisi? So'ngsiz. Vaqtni zoya qilmayli. Xiyman, ordiq tez qayt. Biz barayli davatqal. Nemish bo'pti? Tez, vaqtni o'tkazma. Biz qo'zg'aldik. Etner podshohligi nomidan qasam qilamanki, zodi nemish bo'ldi? Işığı başlandı. Bir amal qilayli. Podshoh bilan xonishni topaylik, tez. Zal kendiki o'yinizda. Bu qandaq o'yin? Xiyman, bu yerda. Biz bu yerda. Xiyman, tezroq chordi. Bir odam keldi. Boshliq degan bir odam. O sizlarga urug' berganmidi? Sen qandoq bilirsan? Uydagi ishladim, bildim. Tez boshqalarni qutqizaylik. Andi, men bilamanlar. Sen ne görsen? Kuzat qilish uyiga borma. O'rta o'rlay deb qoldi. Dila, tez bo'l. Şundak buya gümürleyle de kaldı. Ular keyni yenishga boshladi. Ay, sana hiç iş bulmagandı. Hech bo'lmadi. Podshoh qani? Opla, adamla ne gitişti? Bu işten acayip mi toydu? Men mijah to'ydim. Kaliskar qalasiga boraylik. Bu narsa yana nim bo'lgandi? Bu pilaklar kuchimni qo'ymadi. So'zsiz chaqirganimni angladingmi? Biz sana ehtiyojlik. Ola kulumdan ketdi. Pilekler çıngıp gidip atıdı. Olağını barlıq gücüm bilen bu yerge ep gelişim gerek. So'zsiz. Sen alem koridoru orqali bizni bu yerga ep kelding. Sana ko'p rahmat. Dadam apamlar qani, Dila qani? Ularni mo ep keldingmi? Yo'q, pilekler bek çırmap gidip atıdı. Sening sehrin qudratli o. Şundak, biroq gücüm yetmey batıdı. Bu jazman iskelet shahning qig'ashi. Qandaq isbatlaysan? Unidan so'ra. Kaliprojik orqali iskelet shah bilan aloqalashqili bo'ladi. Ularni iskelet shah deydi bu. Xiyman, bugun Galiskar qalasida zodi nima ish bo'ldi, ha? Yaxshisi o'zing javob ber. Sen bu pilaklarni zodi nima qilding iskelet shah? Xonish molinani-chu, yana. Og'zingni yum. Aytqina, sen o palaklarni nima qilding? Men? Shundoq, ular beshimni aylantirib etdi. Ko'rmidingmi? Bu narsa hammali yerga yomrab ketibdi. Iskelet shah, ularga amal qilanmidim. Yana bir chora top. Yo'q, iskelet shah, ularni to'sam bug'dakma. Yaxshi, Xiyman. Buni sen qilmagan bo'lsang, kim qildi? Tez javob ber. Xiyman, ekranga kel. Javob ber. İskelet shah g'oyib bo'ldingmi? To'xta! Sen kim? Ha, ismim İvyosiydi. Üzümlük bahçalığının hocayini. Bu yer bana taalluq bo'ldi. Sen bolsan oddiy odam, oltin, kumush, go'har, yoqutlarning hammasi meniki. Yo'q. Qaranglar, o do'stmini ustida turdi. Sözünü alala. Men ve üzümlüklerim uzun yıl uyku dedik. Biz ahırı uygandık. Etner bizden. Bu Kaysar üzümlüklerge, bu acayip meyvelerge karanla. To'xta, Maras. Balkim birer sharting bordir. U ketdi. Bu besh yo'g'on ko'ktat zodi nemidir? Ya Allah, pilekler yeni geldi. Onu to'xtatishga chora yo'q. Iskelet shah, meni qutqizib ol. Bana yardım qil,
Teşirgin, avval özemni qutqizay. Men plan tuzishim kerak. Morman, Morman! Tezlikda e'lon teg'i kelib bizni qutqiz. Tez bo'l, tez bo'l! Bu yerda ahvol chatoq. Mara shiddat bilan kengayib hamma narsani vayron qilib etdi. Biz taqsanda yordam so'ramoqchi edik. Oljidingmi? Hozir o'zimga qarag'dak holim yo'q. Skilishcha, agar soqqagan biror qovurgan bo'lsa, bizga yordam ber. Amal yo'q. Bo'ldi qil. Mumkin emas. Hozirgi masala mening qanchalik bardoshlik bera olishimda. Heyman, taslim bo'l. İnsaniyet ve sizlarning sehrinla dunyoga hukmronlik qiladigan kun kelmasga ketdi. Tezroq taslim bo'l. Ham xiyol qilma, men seni chiqqan joyingga kirgizuvdimmi? Chatoq, Galiskar qalasiga bak uzun yo'l qo'ydim. Ha? Qaraganda masala maraz ekan-da. Shundoq, uning sehri kuchi bo'lgan sira eshiyotidu. Sosir, sen uning qudratini o'lchab chiqqin. To'g'ri, bu pilaklarni tajribxonaga olib berib, tarkibini tahlil qilish kerak. Yaxshi chora, amdamatim dedi. Biroq, marazi hozir nima ish qilayotganda? O'rla! Galiskar bizni kutmoqda. Qaranglar, sizlarning istiqbolinglar mana shu. Sen kalampay, qancha cho'ng bo'lsang bu suv bosilib bo'ladi. Ey biling, to'lib olaqlimi? Bunda qilaverish foydasiz. Eng yaxshisi tinish bo'layli. Xudolar. Jim turma. Bu etnirdi faqat ko'mgan o'simlikkan. Uni nima deydi? Menmi bilmayman. Amsa uning o'sishini qanday to'sqil bo'ldi? Ahvol murakkab. Jazman paytdan foydalanay. Temirigiz, sen nerede? Ben ağanda. Ey, sarangdek turayvermay, kallangni ishlat. Heymanni chaqirayli. Nemish kun chaqiramiz? Bundaq ahvolda uningdan foydalanilib bo'ladi. Heymanning manga lozimi yo'q. Lozimi yo'q. Balkim men Heymanga lozim bo'laman. To'xta, biz bir-birlab kelaylik. Bu o'simliklarga eng zarur bo'lgan narsa zodi nemidi? Suv. Ular shiddat bilan o'sganda nihoyat ko'p suv talab qiladi. Marazning to'smig'i bek ko'ngil bo'lishi shuni ekanda. Shundoq, to'sma buzilsila, heliqi o't cho'plar yetarli suvga erishidi. Albatta shundoq. Biroq biz yana bir oddiy chorani sinab ko'rmadik-da. Ularmi boshqa o'simliklardek bak sovuqda o'smaydi. To'ltish nurini sinab baqsa qanda. Oko, hozir etnirda saqlanayotgan to'ng'iltish nuri yetmaydi-da. Undaqda qor yig'ish kerak. Yani kelib bugun yig'ish kerak. Etnirdi qor yig'ish, yana kelib bugun. Bu mumkin emas. Balkim shundoqdir, biroq biz muz taqib berib, cho'ng muzdan birini olib kelib havoda parchalab olsak qandoq? Buning amali bor. Biz bir necha tarafning kuchini birlashtirib, bu ishni Galiskar qal'asi ustida qilishimiz kerak. Nima uchun? Chunki faqat shu yerda qudrati zo'r bo'ladi. O yer men va Heymanning kuch manbai. Biz faqat shu yerda eng qudratlik. Bo'ladi, Galiskar ustida. Men muz olib kelay. To'xta. Yana bir ish bor. Ikkimizning qudratidan boshqa yana bir kishining qudrati kerak. Yana bir kishi? Sendan boshqa yana kim bor? Sen uni demoqchimi? Shundoq. Etnirda, Heyman, men va undan boshqa yana Iskilit Shahmu bor. Men uni chaqiray. Galiskar bilan ittifoq tuzish mumkin emas. Men Galiskarga qadam tashlagandan tortib, hukmron bo'lg'icha hargiz bunday qilmayman. Heyman, yo'lingqimi? Senin nirvan buzuldimi? U bizga lozim. Bilamsan? Biroq sen ko'midingmi? Heyman yengildi. Uni heliq o'simliklar vayron qilib etdi. O'zimizni ilisaq qiynab qolamiz. Sal kaynik sürmeymizmi? Ular bizga yalvarsa, vaqti kelganda qimmatimiz oshidi. Biroq mağdurum qolmadi. To'ng'iltish nurini ishlatib qo'lay dedim. Bu hamoqat! Iskilit Shahmu qutqaz. Kechirgin, seni emas, o'zimni o'ylamasam bo'lmaydi. O! Heyman, sen nerede? Heyman, seni chaqiryapman. Men do'st sifatida Galiskarga boraman. Agar Iskilit
Şah Kaliskar gelse onun sihri gücü eşip gidiyordu. To'g'ri, o ilgirki har qanday chaqdagidan kuchli bo'ladi. Bu taz yaman, intayin yaman haberken. Hazır biz düşman emas, belki birleksep tuzduq. Menimce onunla şengil bulmaydı. Oko, boshqa choramiz yo'q. Olam koridoriga tez bor. Ha, su ördedi. Hemmimiz tayyor bo'ldi. Mayli itlardagi botirlar bo'lsin yoki buzuqlar bo'lsin, hammasi qo'ya ketmaydi. Men Iusit hammaga hukmronlik qilaman. Oko, sen mishada qol. Ben bu yerde İskil Şah bilen billa. Hiç yok Oko. Elbette şimdi. Bu tek endi boshlandi. Mustaqqa barma, vaqt to'ysin meni qaytirib kel. Etni, ko'zimni yo'g'on och. To'sma buzilishga boshladi. Hamda o'simliklarim suvga qanilgan bo'ldi. Ondaqda o muzdaq dekanda, xiyman vazifani tugatgandan keyin Oxirgi paytda biz uni qaytirib kelamiz. bu qiziq plankan. Agar uni qaytirib kelammisan, ha? Yok. Bo'ldi. Hamma ish bitdi. Oy! Ay! Agar hisobim to'g'ri bo'lsa, 60 sekunddan keyin muz partisi Kaliskarga yetib boradi. So'siz, o'z vazifangni ado qil. Kaliskar sehrini ko'rsatsa, mening sehrimim senda kuchli bo'ladi. Ahmoq, cho'qim xiymanni chaqirish kerakmi? Xiyman? Yo'q, Kaliskar qal'asi mening. Undaqda kayningga qara. Sen meni oldirmoqchiman? Ha? So'siz, ishingni boshla. Olam koridorini to'liq echib atgin. Ahir echildi. Iskilicha, turavergin. O nim bo'ldi? Hamma ish joyida. Sen hamon batırlık qilmanli deydigansan. Sen faqat charchimamsan? Karanlığa muz geldi. Tez cho'qqiga chiq. Vaqtni qo'ldan berishga bo'lmaydi. Sen zadili yaman ish qilishni o'ylamamsan? Sen zodi yaxshi qilishni o'ylamamsan. Hozirmi? Hozir. Ko'pchilik birlashaylik. Oko, senmi? Bizga texmi ko'p kuch kerak. Iskilit Şah, gepimni angla. Sehri Hasan'ni ilgisi ko'tar. O tegish doirasidan tezda olqib o'tib ketadi. Shundaqmi? Agar shunday qilmasang, hammasi tugaydi. Tez bo'l. Angladingmi? Ha? Abla, yıkılmadı bu. Bu mümkün emas. Bu benim faslim, benim vaktim. Bırak ben yana kayıp gelemem. Yana bir faslı var. Şunda, yana bir faslı var. Yana bir faslı var. Biz yandık Iskilit Şah. Birlikte jang qilib, marazni yandık. O'ylab baq, agar birlashsak, insonlar uchun nima degan ko'p yaxshi ishlarni qila olamiz, ha? Xam xiyol qilma, xiyman. Men insonlar uchun emas, faqat o'zim uchun ish qilaman. Oldirma, kunlarning birida etnerning hukmroni bo'laman. Men va do'stlarim bo'lsaqla maqsadga yetolmaysan. Balkim bu qitim bo'lmas. Men yana kelaman. Sözümni esingda tut. Şenmedim. İskil Şah'ın işki yaxşı qılmaydıqandı. Oko, ba'zilar shunda qirg'ulatchi ish qiladi. Ular yaxshi yomonni farq etmaydi. Yok. Ben hatta iş qilib qo'ysam yo'sa ul meni uyga qo'ydiydi. Biroq İskil Şah unda qil bo'lmaydi. Bilemsen Oko, bu çare yaman emas-ki. Shundoqmi? Iskil
İskelet Şah endi yaman iş kılsa biz onu mu senin uyunga haydayıp deyli? Mening uyimga? Yasavulning aytishicha sening uying bek qalaymaganken agar İskelet Şah kirib qolsa chiqadigan yo'lni topolmay qoladi emasmi? Yaxshi, bo'ladi. Men darhol yig'ishtiray. Yordam berarsan. Ha, men bek xo'shal pistek. Oo! Bizni saqlama. Bo'lmasa bek uzun saqlab qolsa. Oh, bugun boshqacha kun bo'ldi. İskelet Şah bilan Xiyman birlikda jang qilib, o'rtaq dushman Marazni yengdi. Ba'zida boshqalar bilan hamkorlashish bak qiyin. Agar boshqalarning fikrini anglasang, boshqalarga hurmat qilsang, ko'z qarashing o'xshash bo'lmasimi, xizmat ishlash ko'p osonlashadi. Kim biladi, balkim sen buningda natijaga erishishing mumkin.